Assalomu alaykum, azizlarim. Tanijonlaringiz sog'mi? Omonat dunyoda omonmisizlar? Yaqindagina foniy dunyoga ketgan, bu dunyoni tark etgan ustoz Shoberdi Boltayev xotirasiga 4 misra yozganman. Eshitib baho beringizlar. Do'mbira bilan san'atimiz titratgan, baxshilarning karvonini tebratgan, shogirdlarning narvonini ulatgan. Ustoz baxshi xotiraga aylandingiz, shogirdlarning yuragiga joylandingiz. Termalarin eshitganlari sel bo'lgan, do'mbira chalib manglaylari ter bo'lgan, Shoberdidan avval kimlar zo'r bo'lgan. Ustoz baxshi xotiraga aylandingiz, shogirdlarning yuragiga joylandingiz. Bordim azzam bilan ustoz uyiga, to'nlar yopdim yarashgandi bo'yiga. Kelmagandim ustozimning payg'ambar yosh to'yiga. Bugun ustoz xotiraga aylandingiz, shogirdlarning yuragiga joylandingiz. Dedingiz yelkamga qoqib qo'lingiz, yana kelasanmi? So'z ber dedingiz. So'zimning ustida turmadim ustoz. Bugun ustoz xotiraga aylandingiz, shogirdlarning yuragida joylandingiz. Feruzaning armoniga aylandingiz. Ilohim ustozimiz Shoberdi Boltayevning joylari jannatdan bo'lsin. Rahmat barchalaringizga.